Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va Akmal Jumayev kanali obunachilari. Hurmatli vatandoshlar, surxondaryoliklar, o'zbekistonliklar, qo'shni davlatda yashab bizni tilimizni tushunadigan jamiki fuqarolarga onlayn biznesni taklif etyapmiz. Mana biz blogerlar hech qanday qo'rqmasdan to'liq ishonch bildirib qo'shilishlaring mumkin. Mana shunday video chiqishlar qilib, hech kim agar yolg'on bo'lsa, o'zini boshini baloga tiqishni xohlamaydi. Mana biz o'rganib, ishlab ko'rib, mana yolg'oni bo'lmagandan keyin fuqarolarimizga ham tavsiya etyapmiz. Men Akmal Jumayev Bozorovich, Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Yangi Hayot mahallasi Murabbiylar ko'chasi 22-uyda yashayman. Onlayn biznesimizga faqat odam qo'shganda hisobidan daromad keluvchi onlayn biznes ishi. Kompaniyamiz sotib olayotgan va sotayotgan mahsulotlari yo'q, hurmatli vatandoshlar. Yaxshilab tinglanglar. Hech kim puliga kuyib qolmaydi. Mana men javob. Kimga qiziq bo'lsa, Telegramda ruscha harfda Akmal Jumayev deb yozsa, xuddi mana men ekranda ko'rib turgandek kanalim chiqadi. Batafsil ma'lumotlar o'sha yerda. $155 o'zingizga bitta biznes stol sotib olasiz. 2 dona odam chaqirish majburiyatingiz bor. Bo'ldi, qolganini birovimizga yordam qilib umrimizni oxirisigacha olib, mana men hozir 44 yoshga kiraman, xudo xohlasa 44 yil davomida topmagan pullarimni mana asta-sekinlik bilan onlayn biznesdan topishni boshladim. Hurmatli fuqarolar, o'ylanib o'tirishga hech qanday hojat yo'q. Vaqt yo'qotamiz, faqat vaqt yo'qotamiz. Qancha tez odam qo'shilsa, daromadlarimiz shunchalik ko'payib boradi. Bitta $150lik 7 kishilik stoldan harakat qilsak, $450 pul ishlaymiz. Mana qo'shni davlatlarda ham ko'ryapmiz, musofirchilikda nonini ham yeyish qiyin. Mana butun dunyo notinch bo'lib yotibdi. Qayerga borib ishlashga ham odam hayron. Mana Surxondaryo xalqi piyoz ekib, piyozdan daromad ko'radi. Piyoz ham shu yil pul bo'lishi gumon deb donolarimiz bashorat qilmoqda. Nimagaki, hozirgi kunga Toshkentda piyozi kilosi 1300 so'm bo'lib turibdi, deyapti. Shuning uchun xohlovchilar bo'lsa marhamat. Rus tilini biladiganlar bo'lsa ham qo'shilsa bo'ladi, rus tilini bilmaydiganlar bo'lsa ham qo'shilsa bo'ladi. Akmal Jumayev kanallarini kuzatib boramiz, videolarni oxirisigacha ko'ramiz, qo'llab-quvvatlaymiz, layklarni bosamiz. Bizda hozircha ishlar xayr, salomat bo'linglar. O'ychini o'yi bitguncha tavakkalchini ishi bitgan. Ushbu maqolga ham jiddiy bir e'tibor qaratib, o'ylab ko'rib, tezroq qo'shilasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar.